Assalomu alaykum. Men G'aniyeva Minura shu jigar seryozi kasali bo'yicha Hindistonga keldik. Operatsiyalardan yaxshi o'tib oldik. Hindistonga kelishimizga sababchi bo'lgan Shinyon kompaniyasiga, barcha ishchilariga, nima desam ekan, tarjimonlari, taysilari hamma yo'g'i. Bizni kelganimizdan beri shu orqamizdan yugurib yurib operatsiyalardan yaxshi o'tkazishib oldi. Xudoga shukur, hozir yaxshimiz. Hozirda gastitsada yotib lecheniyamiz olyapmiz, davom ettiryapmiz. Shu qatorda doktorlarga, medsestralarga, doktor Vivevichga, barcha nimada reanimatsiyada medsestralar yaxshi qarashdi. Hammasiga rahmat. Men kelganimda ahvolim juda og'ir edi. Hozir yaxshi bo'lib qoldim, xudoga shukur. Mana o'zim ko'rib turibsizlar. Shu kasal bo'lib yotgan hamma bemorlarga tavsiya qilasdim. Shu yerda kelib, shu Shinyon kompaniyasi rosa ishonchli ekan, hech ham qiynalmadik. Shular orqali kelib, yaxshi lecheniya olib, yaxshi bo'lib ketishini hammaga tavsiya beraman. Rahmat hammaga. Assalomu alaykum. Til ojiz gapirishga gapirolmayman. Rahmat hammaga. Rahmat hamma shu biz orqamizdan yurgan Fazliddin ukamga hayotga qaytarishdi. Shu yerda 50 yoshga kirdim. Tug'ilgan kunim ham shu yerda bo'ldi. Rosa so'yindik, rahmat. Til ojiz hammasiga rahmat. Okay, thank you.